Bugun Farg'ona viloyatida millionlar o'yini futbolni rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan samarali harakatlar kun sayin iqtidorli sportchilarni kashf etish imkonini bermoqda. Farg'ona viloyati hokimligi, futbol assotsiatsiyasi va viloyat futbol maktabi hamkorligida uyushtirilayotgan turnirlar esa yangi nomlarni kashf etmoqda. Qariyb bir hafta davomida Farg'ona shahrida tashkil etilgan Navro'z kubogi musobaqasi ham ana shu harakatlarning davomi bo'ldi. 2 yosh toifasida o'tkazilgan musobaqada Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlari vakillari faol qatnashib, o'z imkoniyatlarini namoyish qilishdi. Musobaqada 21 ta jamoa qatnashyapti. Bu musobaqadan maqsad bizni seleksiya ishlarimizni yo'lga qo'yish, keyingi yillarda mana har bitta yoshda yana musobaqalarga qatnashtirib, bola seleksiya qilib qayta olish maktabimizga. Biz shu maktabda erishilgan yutuqlarimiz o'tgan 24-yilda 4 ta yoshimiz faxrli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni egallashdi. Hozir shuni maqsad O'zbekiston terma jamoasiga bolalar yetkazib berish. Dastlab 2015-yilda tug'ilgan futbolchilar qiziqarli bahslarni boshlab berishdi. 3 kun davom etgan murosasiz bellashuvlarda 1-o'rin Namangan futbol maktabi jamoasiga nasib qildi. Farg'ona futbol maktabi jamoasi 2-chi va Yozyovon tumani sport maktabi tarbiyalanuvchilari esa faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritishdi. 2016-yilda tug'ilgan charm to'p ustalari ishtirokidagi uchrashuvlarda esa 1-o'ringa Farg'ona futbol maktabi jamoasi sazovor bo'ldi. 2-o'rinni Kaka Junior jamoasi zabt etgan bo'lsa, Bag'dod hamda Yozyovon tumanlari vakillari kuchli uchlikka yakun yasab G'oliblar musobaqa tashkilotchilarining maxsus kubogi, diplom medallar va esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi.